O'ng bo'lmacha anatomiyasi to'g'risida to'xtalib o'tamiz. O'ng bo'lmachada bir necha qismlar mavjud. O'ng bo'lmachaning ichki yuzasi, ya'ni endokard sathi ko'plab teshik va embrional qoldiqlardan iborat. Bu uning murakkab notekis tuzilishiga sabab bo'ladi. Endokard, ya'ni o'ng bo'lmachani endokardini tuzilishiga ko'ra, bu yerda 3 ta sohani, anatomik sohani ajratib o'rganishimiz mumkin. Mana orqa sohalari bu tomonda ko'rishimiz mumkin. Orqa sohasi silliq devori o'ng bo'lmachani. Bu embriondagi sinus venozusdan kelib chiqqan bo'lib, o'sha hisobga rivojlanib, bu qism yuqori kavak vena, pastki kavak vena va CS deb qo'yadi. Mana buni CS deb qo'yadi inglizchada. Sinus coronaris yoki koronar sinus o'shalar rivojlanadi. Sinus venozus hisobiga va silliq bo'ladi. Sinus venozusdan asosan qon tomirlari rivojlanadi. Mana shu orqa yurakni o'ng bo'lmachasining orqa devori ham sinus venozus hisobiga rivojlanadi. Xuddi qon tomirlariga o'xshab silliq. Shu yerda fossa ovalis, sinus tuguni, ava tugunlari ham joylashgan. Ikkinchi qismiga keladigan bo'lsak, old yon tomoni anterolateral, ya'ni trabekulali qismi hisoblanadi o'ng bo'lmachaning. Bu true embryonal dedi, bu right atrium, ya'ni haqiqiy chin o'ng bo'lmacha embrionidan rivojlanadi. Bu yerda asosan pektinat mushaklari joylashgan, pektinat mushaklari deb ataladi. Bu mushaklar juda trabekulalangan bo'ladi, ko'rishimiz mumkin. Mana shu tomoni juda trabekulalangan. Bu tomoni silliq, bu tomoni trabekulalangan. Shunaqa strukturaga ega bo'ladi. Pektinat mushaklari joylashgan bo'ladi. Bu qismda right atrium, ya'ni o'ng bo'lmachani appendage, ya'ni qo'shimcha auricula quloqchalari va erkin devori mavjud. Uch qismga bo'lamiz deb aytgandik. Uchinchi qismi bo'lsa bo'lmacha oralig'i, atrial septum, interetral septum deb aytsak bo'ladi. Mana shu qism uchinchi qism hisoblanadi. Asosan septum primum va septum secundum hisobiga rivojlanadi. Septum primum bilan septum secundum interetral, ya'ni bo'lmachalararo to'siqni hosil qiladi. Xo'p, keyin yana nimalar aytish mumkin? Venalar. Birinchi aytdik. Silliq devori. Mana endi tuzilishiga to'xtalib o'tamiz. Yuqori kavak vena mana berilgan birinchi, mana bu yerda mana qora bilan. Yuqori kavak vena o'ng bo'lmachani tomida, tepa qismida. Bo'lmacha bo'lmachalar to'siqning yuqori chekkasi orasidan kiradi. Pastki kavak vena esa bo'lmachaning pastki orqa yon tomonidan kiradi. Bo'lmachalar aro to'siqning pastki chekkasi bo'ylab kiradi. Pastki kavak vena teshigi yarim oy shaklidagi tolali yoki mushakli klapan, Evstaxiy klapani bilan himoyalangan. Pastki kavak vena teshigi Evstaxiy klapani bilan himoyalangan. Evstaxiy klapani demak pastki kavak venada bo'ladi. Evstaxiy klapani mana pastki kavak vena mana shu yerda bo'lsa, bu kirib mana shu yerda mana bunaqa struktura hosil qilib turibdi. Mana shu chizganning tagida mana shu Evstaxiy klapani hisoblanadi. Evstaxiy klapani, keyin bundan tashqari koronar sinus bor, mana 5-chi koronar sinusni ko'rsatyapti. Mana shu 5-chi koronar sinus o'ng bo'lmachaning pastki qismiga, pastki kavak vena teshigiga nisbatan oldinroqda va medialroq joylashgan bo'ladi. Koronar sinus mana ko'ryapmiz. Mana bu yer pastki kavak vena teshigi shunga nisbatan biroz oldinroqda va medialroq joylashgan. O'sha hisobiga shunaqa topografiya asosida farqlab olishimiz mumkin pastki sinus koronarisni.
trikuspid halqaga yaqin bo'ladi. Mana trikuspid halqa mana bu yerda trikuspid halqaga ham yaqin joylashgan koronar sinus. Bu teshik odatda Trapezius klapani bilan yopilgan bo'ladi. Mana salgina ko'rinib turibdi. Endi o'sha Trapezius klapani deb aytiladi. Mana bu tomonda mana shular Trapezius klapani deb olsak bo'ladi. Bo'lmachalar aro to'siqning pastki 1/3 qismida fossa ovalis joylashgan. To'g'rimi? Xo'p. Keyin Crista terminalis eustaxiy tizimi to'g'risida to'xtalib o'tish kerak. Ichki tuzilishi orqa silliq devor va trabekulali old yon devor bir-biridan Crista terminalis yon devorda bo'ladi bu va eustaxiy kirrasi bilan ajralgan. Orqa silliq devor bu tomonlar hammasi va trabekulal old yon devor bu tomonlar. Mana bu yopishtirsak, bu tomonga buni hozir kesib ko'rilgan joyiga olib borib yopishtiriladigan bo'lsa, bir-biridan ajratib turuvchi chegara bor. Buni Crista terminalis deb ataladi. Mana 8-chi. Mana shu yer uzun qirra. Buni olib tashlasak, 8-chi uzun qirra. Bu tomoni trabekulali qismi, bu tomoni silliq qismi. Bu tomonlari ham silliq qismi. 8-chi Crista terminalis. Crista terminalis orqali ajralib turadi. Va eustaxiy kirrasi bilan ajraladi. Eustaxiy kirrasi mana shu yer eustaxiy kirrasi hisoblanadi. Eustaxiy narining Eustachian ridge deb ataladigan qismi bo'ladi. O'sha qismi eustaxiy kirrasi deb aytiladi. Xo'p. Sulcus terminalis. Sulcus terminalis ham bilish kerak. Yurakning tashqi epikardial yuzasida joylashgan nozik egat. Sulcus terminalis. Buni u Crista terminalisga mos keladi. Hozir bu yerda rasmda yo'q va shu joyga sinus tuguni joylashadi. Xo'p, Crista terminalis. Crista terminalis S shaklida bo'ladi, mushakli bo'rtma bo'ladi. Superior vena cava, ya'ni yuqori kavak vena teshigi oldidan boshlanadi va o'ng bo'lmachaning orqa yoni bo'ylab pastga qarab davom etadi. Superior vena cava teshigi oldidan boshlanadi, shunga nisbatan anterior joylashgan va o'ng bo'lmachaning orqa yoni bo'ylab pastga qarab davom etadi va pastda pastki kavak vena teshigi oldidan o'tadi. Crista terminalis bu tomonda chizadigan bo'lsak, shunaqa kelgan bo'lib, inferior vena cavani oldidan o'tgan bo'lar edi. Xo'p. Uning qalinligi va o'lchami turlicha bo'lishi mumkin. Ba'zida aniq ko'tarilgan ridge, ya'ni ridge o'sha nima degandik, buni qirra ridge. Ba'zida esa tekis yoki yupqa tuzilma bo'lishi mumkin. Eustachiy wall, Eustachiy ridge deb lotincha, inglizcha shunaqa nomlanadi. Crista terminalis pastki qismida Eustachiy klapani va Eustachiy kirrasi bilan tutashadi. Eustachiy klapani va Eustachiy kirrasi. Ko'proq kirrasi deb ketaylik, mana shu tomon Eustachiy kirrasi. Shu bilan tutashadi. Xo'p, Eustachiy klapani va tendon of Tadaro bular ham muhim. Eustachiy klapani embrion davridagi sinus venosus klapanining qoldig'i, pastki vena teshigi atrofida joylashgan yupqa, ba'zida qalin to'siq shaklida bo'ladi. Bu klapan yuqoriga qarab Eustachiy kirrasi sifatida davom etadi. Pastki vena bo'lsa, mana bu yerda Eustachiy klapani bo'lsa, bu tomoni qirra sifatida ridge, Eustachian ridge bo'lib davom etadi. Hozir bu yerda chizish qiyin, sal qiyin bo'lyapti tushuntirish. Tasavvur qilib olsa bo'ladi. Bu klapan yuqoriga qarab Eustachiy kirrasi sifatida davom etadi va koronar sinus teshigigacha boradi. Mana shu yerdan davom qilib
Mana bu yergacha borgan. Bu tomonga ham davom etadi. Nomi o'zgarib boshqacha bo'lib davom etadi. Hozir unga ham to'xtalib o'tamiz. Xo'p, u yerda Tiberius klapani bilan qo'shilib tendon of Todaroni hosil qiladi. Tiberius klapani boya aytdik, 5-coronary sinus. Buni bu tomonda ko'rinib turibdi, mana shu qismi. Tendon Tiberius klapani deyiladi, Tiberius klapani. Tiberius wall. O'sha Tiberius wall tepaga davom qilib, tepada bu tomondan davom qiladi. Bu qismi tendon of Tadaro deyiladi. Tendon of Tadaro mana bu yerda tugaydi. Bu central fibrous body deb aytilar edi. Markaziy fibroz tana deb aytiladi. Mana shunga ushlab turadi. Sentralni katta bo'ladi, endi bu shunga boshqa qismlarni biriktirib yopishtirib turadi. Xo'p. U yerda Tiberius klapani bilan qo'shilib tendon of Tadaroni hosil qildi. Xo'p, tendon of Tadaro mana bu yer. Bu qismi Eustachiy, bu tomoni Tiberius, to'g'rimi? Tiberius klapani deymizmi yoki ridge, ya'ni qirrasi deymizmi, farqi yo'q. Endi klapanda bilasizlar, klapan bilan qirrani farqi bor. Klapan shu qirraga davom etadi. Tadaro payi nozik payli tolali sim bo'lib, shunaqa tasvirlangan. Tadaro payi mana shu yer. Sal teparoq bo'lib ketdi. Mana shu. Eustachiy qirrasi erkin chetidan boshlanadi. Mana Eustachiy qirrasi edi bu tomon. Shuni davomi tendon of Tadaro deb aytiladi. Markaziy fibroz tanaga central fibrous body borib tutashadi. Shu joyda ava tugun joylashgan. Ko'k uchburchagining cho'qqisi belgilanadi. Mana shu yerda ava tugun va boya aytganimiz markaziy fibroz tana, central fibrous body shu yerda joylashgan. Xo'p. Ko'k trianglni ham shunday hisoblab olsak bo'ladi. Shu yerdan ko'k uchburchagining orqa bazal qismini coronary sinus 5 mana shu hosil qilyapti. Oldingi qismida 3 tabaqali klapan, tricuspidal klapanni kirish qismi mana bu yer oldingi chegarasi bo'lsa, orqa chegarasi tendon of Tadaro, hozir aytganimiz shu hosil qiladi, markaziy tanaga borib tutashadi. Mana shu oxirgi qismi mana bu yer, mana shu uchburchakni ko'k uchburchak desak, oxirida uchida mana shu yerda ava tugun, atrioventrikulyar tugun joylashgan. Mana shunaqa geometriya yoki tasavvur asosida topib olishimiz mumkin. Ava tugunni, ko'k uchburchagi nima, o'shalarni bilib olsak bo'ladi. Mana bu qismi bo'lsa cava tricuspidal isthmus deyiladi. Ya'ni bir tomon inferior vena cava tashkil qiladi. Tricuspid, ya'ni cava tricuspidal isthmus ikkinchi tomoni tricuspidal klapan tomon, bu tomon. Isthmus degani bu chuqurcha, to'g'rimi? Cava tricuspidal isthmus. Xo'p, buni ham aytib o'tamiz, aritmiyalarda ahamiyati bor. Xo'p. Cava tricuspidal isthmus inferior vena cava teshigi va tricuspid halqa oralig'idagi soha. Ta'rifi. Eustachiy qirrasi orqa tomondan Eustachiy qirrasi orqa tomondan, tricuspid halqa esa old tomondan chegaralab turadi. Tricuspid halqa kattaroq chizsak ham, shunaqaroq kattaroq chizadigan bo'lsak, cava tricuspidal isthmus. Hozir endi mana 5-coronary sinus juda yaqin qilib ko'rsatilgan. Shuning hisobiga sal bu yerda, mana shu yerda joy oz qolgan. Aslida bu sal bu yoqroq joylashtirilib ko'riladigan bo'lsa, yaxshiroq ko'rib olish mumkin. Shuning uchun bu oldin bunaqa qilib, kichikroq qilib chizgandim. Xo'p, mayli, chiqsa yo'q. Bir tomoni tricuspidal halqa. Mana tricuspidal halqa.
ikkinchi tomoni pastki kavak vena. Shularni orasini, lekin aslida mana bu pastroq qismlari Cavatrix ismus deyiladi. Tepasini ko'rdik, ko'k uchburchagi, bu tomoni уже ko'k uchburchagi edi. Xo'p. O'chirib tashlaymiz buni. Cavatrix ismus old yon tomondan pastga va medial tomonga qarab yo'nalgan. Bu soha trabekulali qismga kiradi, ya'ni yuzasi g'adir-budur. Aslida mana shu qismni Cavatrix ismusni ko'radigan bo'lsak, strukturasi silliq emas, mana bu qismlarga o'xshab, hozir yaxshi ko'rinmagan. O'shaning uchun chizish ham qiyin bo'ldi. Strukturasi mana bunaqa qismlarga o'xshab silliq emas, aksincha g'adir-budur bunaqa trabekulali qism hisoblanadi. CTI deyiladi. Cavatrix ismus kengligi va qalinligi turlicha bo'ladi. Bir necha millimetrdan 3 santimetrgacha, chuqurlik 1 santimetrdan ortiq bo'lishi ham mumkin. Xo'p. Qo'shimcha ma'lumotlar. O'ng bo'lmachaning silliq qismi sinus venarum deb ataladi, chunki u embriondagi sinus venosisdan rivojlanadi va yuqori hamda pastki kavak venalar va koronar sinus orqali qon qabul qiladi. Bu silliq qism bilan mushakli qism crista terminalis chiziq orqali ajraladi. Silliq qism va mushakli trabekulali qismlar crista terminalis boya aytdik, yana takrorlaymiz. Mana shu crista terminalis 8 orqali ajraladi bir-biridan. Xo'p. Keyin fossa ovalis embriondagi foramen ovalining yetilgan, ya'ni kattalar yuragidagi shakli. Fossa ovalis, to'g'rimi? Fossa ovali. Bu foramen ovalining endi yetuk shakli desak ham bo'ladi. O'ng bo'lmacha chap bo'lmachaga nisbatan biroz kattaroq bo'ladi. O'ng bo'lmacha chap bo'lmachaga nisbatan biroz kattaroq bo'ladi. E'tibor berish kerak. Chap qorincha o'ng qorinchadan katta, lekin o'ng bo'lmacha chap bo'lmachadan katta. Ammo devorlari ingichkaroq bo'ladi, chunki yurakning o'ng tomoni odatda past bosim ostida ishlaydi. Aurikulani bilasizlar, bo'lmacha qo'shimchasi, quloqchasi deb aytsak bo'ladi, to'g'rimi? Aurikula o'ng bo'lmachaning sumkasimon qismi bo'lib, funksional jihatdan asosiy bo'lmacha bilan bir xil bo'ladi. Aurikulalarda asosan chap tomon aurikulasi, ya'ni chap bo'lmacha aurikulasida tromb hosil bo'lish ehtimoli juda yuqori, ayniqsa bo'lmachalar fibrillatsiyasining doimiy turida. Shuning uchun bularning ahamiyati bor. Keyin boshqa ahamiyatlari ham bor. To'xtalib o'tamiz. Xo'p. Hozircha shular. Asosiy 3 ta qismga ajratdik. Silliq qismi, trabekulyar qismi va intervetral to'siq, ya'ni bo'lmachalar to'siq sohasi. Septum prium, septum sekundalaridan rivojlanadigan. Xo'p. Yana bunda Eustachiy klabani, Eustachiy qirrasi, bu mana shu yer davom etadi. Tendon of Tadaro bu tomoni, Trapezius klabani, mana bu yerda sinus coronaris bu, sinus coronaris. Xo'p, mana bu 7-trikuspital klapanning qaysi qism deymiz buni? Medial qism, to'g'ri. 6-trabekulyar musculus trabekulyar muskullar desak bo'ladi. Xo'p, 9-quloqcha, 1-superior vena cava, 2 intervetral bo'lmachalar to'siq, 3-fossa ovalis, 4-pastki kavak vena. Bularga ham bir qator to'xtalib o'tdik.